Assalomu alaykum O'zbek avtokarining kuzatuvchilari. Sizlar uchun juda ham ajoyib bo'lgan Gentra rusumli mashinamizni topib qo'ydim. Shu mashinamizni hop ot kuchi nechta? Kommentariyada fikringizni qoldiring. 80 tami yoki 90 ta ot kuchiga egami? Albatta yozib qoldirasiz. O'zbek avto hayron qoldirishda davom etadi. Buni bo'lmaganlar buni 2019-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Mashina holatlari zo'r. 3-pozitsiyasi, kraskasi to'xtaydigan bo'lsa, kraskasi shu eshigini qismida qayozginacha bor deyishdi. Ustilaringizni ko'rsatib olasiz. Borsa 5% atrofda deyishdi. O'sha ko'rishgan baho beramiz. Oqtalari ham o'ta zo'r holat turibdi. Ustalar temir gazi bor. To'rtta cho'la charm balon qilib qo'yishgan. O'zi sakkidaskasi yarashavli turibdi. Kichik hollarga keladigan bo'lsa, kichik hollari ham o'ta holatlari zo'r turibdi. Olib ko'rinishga ham baho beringlar. Mashallah, mashina ajoyib holatda minishgan ekan. Tesla monitori bor, 135 ming probegda ekan. Hop, 3-pozitsiya holatlari zo'r holatda, luklari o'ziga yarasha bo'lib turibdi. Hop, bu avtomobilimizda motor qismida mo yemaydimi deb so'rasam, yo'q, motor qismida mo yemaydi deyishdi. O'ylab ko'ring, 135 ming yuribdi. Gilzasi cho'kishi mumkinmi shuni? Ko'p kishi aytadiki, Gentra Cobaltlar 100 ming yurgandan keyin gilzasi cho'kib qoladi deydi. Sizning fikringiz shunga? Mashinamiz motorida mo yemaydi, hadovoyda ish yo'q. Naqd 10.200 dollarga berishaka. Narxini 10.800 deb turgan joylardan tushirgan narxim. Tez ulgurib qoling. Xullas, okalar, gap realni. Kommentariyaga 21 oq Gentra chiqaradigan okamiz bordilar mana. Hop, o'sha oka uchun kuzatgan bo'lsangiz, like bosib qo'yasiz. Oka, men siz uchun harakatdaman. Siz ham qanaqa mashina kerak bo'lsa, samolyot, velosiped chiqarmayman. Qolgan O'zbekistondagi mashinani chiqaraman, yozib keting. Siz uchun harakatdamiz. Mashinamizni kuzatib o'tasizlar. Hop, mashinamiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Men Gentrani ajoyibini topib qo'ydim. Egalaridan birinchi bozorga olib chiqishlari tez ulgurib qoladigan joyi. Narxi ham zo'r chiqadi. Mashinamizning kraskasi yo'q. To'rtta cho'li uzun holatda deskasi turibdi. Elegant Plus. Orqasini ko'rsangiz, orqasi ham mana ajoyib holat turibdi. Ustalik temir gazi bor ekan avtolovni. Ichiga ham bir yuzlab chiqadigan bo'lsangiz, ichki chehollari ham mana zo'r turibdi. Hammasi qilgudek. Gentrani qiziqadiganlar bormi? Narxi yo'qadi sizlarga-da. Mashinamiz oldi salon ko'rinishiga baho beringlar. Oldilari ham o'ta chiroyli holatda ekan. Yurgan probeg 39 ming probegda ekan. Halol. Hali yurmagan mashina deyarli. Xo'p, avtomobilimizning motor qismida hech qanaqa mo'y yemaydi, hadovoyda ishi yo'q. Naqd puliga keladigan bo'lsak, pulini 12,5 ming deb turgan joylardan 11.900 dollarga naqdga tushirdim. 5 ming, 6 ming, 7 ming puli borga bir oygacha kelishtirib ham beraman ishonchli odamga deyishdi. Telefon qilib gaplashasiz. Telefon raqamini qoldirdim. Okey, assalomu alaykum. Bizni kuzatganlar 223 ming yurgan 2018-yilda ishlab chiqarilgan Gentra rusumli mashinani ko'rib qo'ydim. Narxi yo'qadi buni ham okeylar. Kuzatib turinglar, kuzatganingizga arziydi. Mashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, kraskasi yo'q hisob. Shu ko'rsatgan joyimda ozgina qismida shu petno hisobda bor ekan. Qolgan joylari 100% tozami okey desam, 100% toza ko'rsatib olishaveradi deyishdi. Orqasida 100 ta temir gazi bor. Orqada optira stoplarni qo'yib qo'yishgan ekan. Hop, mashinamizni bir ichiga ham bir ko'radigan bo'lsangiz, ichki salon ko'rinishlari ham mana chiroyli holat turibdi. Chehollari boshqalari ham. Olchaqon ko'rishga e'tibor bersak, oldilari ham mana zo'r ekan. Tablolarga ham ishlab qo'yishgan ekan, ozmos tuning qilib qo'yishgan mashinamiz 3-pozitsiya, mashina hech qanaqa ishi yo'q. Yurgan 235 ming probegda bo'lgani bilan motorda moy yemaydi, hadovoyda ishi yo'q deyishdi. ABS konditsioner bor. Mashina urishkarada haydashga tayyor ekan. Mashinamizning narxini 10,5 ming deb turuvdilar. Okey, bo'ladigan narx qiladi deb turib, xalq uchun tushirgan narxim shu mashinamizni naqd 9800 dollarga tushirib qo'ydim. Yoqqanmasa bitta like bosib, tanishlik tashlab qo'yamiz. 6800 dollarga. Okeylar, ajoyibmi? Bo'lgan narx. Ammo o'tadigan joy yo'q. Tez ulgurib qoling. Mashina to'liq ma'lumotini beraman. Avtomobilimizning holatlari 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Cobalt ajrab turib holatlari zo'r. Kraskasiga to'xtadigan bo'lsa, shu ikkita kriloda kraskasi bor ekan. U olganlarda bir 2 yil oldin yashnada sotgan ekan. Tekstir olar akasizlar. To'rtta cho'li balon turibdi. O'zida sakkidaskasidan qo'yib qo'yishibdi. Hop, mashina orqa ko'rinishga baho beramiz. Banan stoplari bor, orqasida 90 ta temir gazi ham bor. Mashinamizning holatlari zo'r holat turibdi desak, arziydi. Ichiga saloniga kiradigan bo'lsak, salonlar yaxshi holatda. Akoprin qilib qo'yilibdi mashinamizni. Salonlari ham normal holatda tuning qilib qo'yibdi. Mashinamiz 3-pozitsiya ekan. Holatlari zo'r. Mana audio rol qilib qo'yishibdi. Yurgan probega keladigan bo'lsak, probegi
157 ming probegdagi ekan mashinamizning holatlari zo'r. Mana akvaprellarni qilib qo'yilgan. Mana bunday qarangki, video registrator qo'shib beriladi, rollari. Hop, ko'p kishini ko'rsanglar, mashinani ko'rasizda, siz olaman deb borguningizda yechintirib qo'yishadi. Bu mashinamiz hech narsani o'lchmaydi, mashq holatda beraverishadi. Motor qismida moy yemaydi, ko'p yurgan bo'lgani bilan hadoyda ish yo'q. Narx 6800 $ga ajoyibmi? Yoqqan bo'lsa tanishlarga tashlab qo'yamiz. O'tkir bek aka, 2011-yil Lacetti'ngizni necha pullik aka narxini realmi? 6200 yana. 6200 jicha qimmat. Oxiri narxini $5400 ga bitdimi? O'tadigan yo'q, oxiri narx. Baraka qursamisiz? 5400 dan o'tadigan yo'q do'stlar, sizlar uchun Lacetti topib qo'ydim, baraka qildim mana. Sizlar uchun baraka qilib qo'ydim, ta'ala. Baraka qilsa, o'yin qilsa deb komment yozsa, shu mutkallar sizlar uchun ta'ala bermoqman. Xolos bu mahsulotni. Bu mashinamizni ko'rsatadigan bo'lsa, 2011-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza deyishdi, 10% atrofda deyishdi o'sha. Borsa 10% ga bormaydigan kraskasi bor, 4 cho'g'li bo'lani bor. Orqasida 100 ta temir gazi bor. Mashina ko'rinishlari zo'r holatda ekan. Ichki salonni ham bitta sizlar uchun ko'rsatadigan bo'lsam, ichlari ham juda hayron qoldiradigan holatda. Chexollari boshqalari zo'r. Hop, 559 ming probegda ekan yurgan probegi, ozgina ko'prog'i. Voy, ko'p ekan deyishinglar mumkin. Lekin mashina indagina 1 oy bo'ldi, motorini qilib qo'yilgan. Motorda moy yemaydi, hadoyda jichcha ishi bor deyishdi. Olish kerak, bitta ko'rsatib olish kerak. Mashinamizning narxini oxiri qo'ygan narxim $5400 ga qo'ydim. Sizlar uchun tez ulgurib qoling. Islomjon aka, PR emas. Shu jenterangizni naq $7900 ga beraversiz-a? O'g'irlashmas. Tez uspet qilib qo'yishsin. $7900 ga Islomjon aka, mana skidka bo'ldi. Ramazon oyida baraka qildigan oxirgi narxi. Bizning nomimizdan kelganlarga, O'zbek Avto nomidan keldim deganlarga. Mashinamizning yili 15-yilda ishlab chiqarilgan, €1 ekan, ABS konditsioneri bor. Kraskasiga to'xtatadigan bo'lsam, shu bitta orqa kapotda yengil asfalt holatda sepib qo'yishgan ekan. Ichiga o'tmagan deydi. 4 cho'g'li balon qo'yib qo'yishgan, o'zining ergan deskasi turibdi. Mashina bitta oldini ham bir ko'rsani, qurgida yarasha o'tiribdi. Mashina holatlari zo'r holatda minilibdi. Xo'p, mashinamizda hech qanaqa ishi yo'q. Oldilarida ham, orqalarida ham qolgan joylari zo'r ekan. Ichki salonni ko'radigan bo'lsangiz, mana €1 avtomat ekan. Mashinamizning ichlari ham zo'r ekan. 94 ming deyishdi yurgan probegi ham yiliga nisbatan lekin yaxshi yuribdi. Oz ekan. Mashinamizda orqasiga keladigan bo'lsa, orqasi ham ajoyib turibdi mana. Yaxshi okamizga qarashli mashina. Xullas, mashinamiz orqasida 100 ta temir gazi bor. Mashinamiz bir bo'lgani bilan ABS konditsioner bor. Undan bag'aga issiqda qiynalmaslik, iloji boricha konditsionerli mashina tanlashni maslahat bergan bo'lardim. Mashinamizni oxirgi narxini aytdim. Undan o'tadigani yo'q. Tez ulgurib qoling. Nodirbek, 2022-yilda ishlab chiqarilgan Genterangizni necha pullik bozorga mashina? 13 ming. Sal qimmatlik qiladi. Bitta to'rasida oxiri xalq uchun $12200 ga barakami? Qursamisiz? Qo'shsa. Yo'q, Ramazon oyida skidka bo'lsa, undan 1% qo'shmaymiz. Bitta qiziqqani o'ydan kelib ketsin, mashinanga chiroyli ekan. Endi 30 ming yurgan ekan do'stlar. Oxir narxi barakani qursamisiz? Bor baraka. Oxirgi narxini bildilar, shu zo'rlar sotish kerak. Mashina ma'lumotini aytaman. Hop, avtomobilimiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan Genteramiz holatlari zo'r, 3-pozitsiya bo'lib turibdi, 4 cho'g'li bolalar turibdi. Holatlari a'lo ekan. Hop, orqasi mashinamizga hali gaz o'ynamagan, benzin holati turibdi. Lekin mashina arzigulik. Chexollari mana kezib qo'yilibdi, chexollarni yaxshi qimmatdan to'qib qo'yishibdi. Old salon ko'rinishi ham ajoyib. Old salonlari ham chiroyli holatda turibdi. Mashinamiz yurgan 30 ming probegda ekan. 29800, 30 mingga ham bormagan. Hop, Tesla monitor bor. Hop, tepalari ham o'ziga yarasha bo'lib turibdi. Mashina hech qanaqa ishi yo'q ekan. Ruxsati bor, GIgacha emas, 3 oymi 2 oy atrofida deyishdi. Mashinamizning motor qismida moy yemaydi, hadoyda ishi yo'q. ABS konditsioneri bor. 30 ming, 29800 yurgan. Damaz, hop, Genteramizning naqd puli $12200 ga yoqqan bo'lsa tanishlarga tashlab qo'yamiz. Bitta like bosishni ham unutmang. Aytib bering, xalq uchun baraka. 8800 ga, okay? O'shamiz. Necha pullik siz meni o'zim real narxini? 9200 bering sizga. Oka 9200 ga men xalq uchun sotishdim, men qo'yib bersam sotilmaydi. Realni gapimga javob. Oka bu mashinani 8800 ga sotardi, ikkita 8 chiroyli, oka? Bering. Yo'q. Qursamisiz? Bering. Berang bitta inson minson foydalansin. Va bitta gapiraman. Agar bersangiz qo'yaman, bermasangiz kanalga qo'yaman. 8900 ga qursamisiz? Bir so'm o'tmaysiz unda, barakami? Bor, baraka. $8900 ga qo'ydim. Ammo undan qo'shib o'tadigan joy yo'q. Tez ulgurib qo'ying. Mashina ma'lumotini aytaman. Mashinamiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinamizning kraskasiga to'xtaydigan bo'lsa, orqa krilosida bittasi jit holatda sepib qo'yilgan. Ko'rsatib o'taman. Mashina bu tomonlari top-toza turibdi. Orqa ko'rinishi ham baho bering. Orqalari ham mana ajoyib. Orqasida 90 ta temir gazi bor. Shu bitta krilosida jit holatda sepib qo'yilgan ekan. Bolalar yaxshi statsiyadan turibdi. Mashinamiz endi ichki salon ko'rinishlari ham mana ajoyib ekan. Chexollari boshqalari zo'r, urilib turilib ketmagan. Mana oldi.
Asobini geçeydi ekanlar aka. 8900 sotdim. Nima bo'lyapti? 8900? Ha. Yo. Ya endi to'palan qilma aka. Ramazon oyida endi xursandchilik bilan. Katta boshliq şeyda ekanlar. Bular bilan ham sizlar uchun mana baraka qilib qo'ydim. Tesla monitor bor, rollari ham o'zini holat turibdi, kurs kontrolini moslab qo'yishibdi. Yurgan prebeg 127 ming prebegda ekan mashinamiz yurgani. Chexollari boshqalari zo'r. Avtoloni, ABS konditsioneri bor. Ikkinchi pozitsiyada. Motorda mo'yamaydi, hadavada. Oke, shu 2019 ishlab chiqarilgan Gentra'ngizda 6,5 mingga xalq uchun beraversizmi? Oke, realnimi? Realni 6,5 mingga ajoyibmi? Baraka qildim men. Tayyor qilib, mashinaning ma'lumotini ko'rsatib o'taman. Mashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Turishini qarang aka buni. Niyat qilganlar bormi qora Gentra'ni? Ajoyibmi? Mashinamizni hop yil 2019 kraskasiga kelgan bo'lsa, orqa ikkita krilozi, mana shu qismi, tagi qismida petnosi bor. Qolgan joylar top-toza, orqasi olib turib, hop stoplari orqada, hop oldida Amerikanka, orqada olib turib stoplari bor, üstida temir gazi bor. O'zbek avtoga buning shunaqa qulayini o'tkazmaysiz. To'rtta cho'li zimni holatli balonda bor ekan, balonlari ham yaxshi sasdan turibdi. Ichiga kelgan bo'lsa, ichki hollari boshqalari ham akkuratni minagan ekan. Olsaram ko'rinishga qo'yib beramiz. Ichlari ham o'ta zo'r. Xo'p, mashinamizga ichlarga ishlab qo'yilgan o'zining mikrofoni bor. Hop, mashinamiz 3-pozitsiya, holatlari zo'r holatda ekan. Mashinamiz yurgani 120 ming. Halolmi desam, bitta halol deyishdi. Tekshirib olaylar akasizlar. Mashina motor qismida mo'yamaydi, hadavoy ishi yo'q. Hech qanaqa olasizda minasiz. Hop, mashinamizning banki bor. Qolgan kelchasi 6,5 ming dollar berasiz, qolganini o'zingiz to'lasangiz bo'ladi. To'liq ma'lumotga egalardan olasiz. Telefon raqamlarini qoldirdim. Aromjon aka, 98-yil ishlab chiqarilgan Nexia bir mashinangiz bor ekan. Butun aka, naq 2000 so'mga bersa berasiz. 2000 dollarga berdingiz xursandchilik bilan. Kip turib yo'q qilmaydi. Yo'q, bir so'm ham so'rab, miyani qo'ytirmadi. Bizda obunachilarimiz uchun 2000 dollarga xursandchilik bilan 06 puliga barakami? Bor baraka. Bizning nomimizga kelganlarga sizlar uchun to'puvdim. Mo'shani bitta ko'ringlar. Mo'shani top-toza holatda mana tushunganlar. Mana bunday kelib tagidagi choklarni o'chib ko'rsani ham bo'ladi. O mo'shani biladiganlar biladi mana. Urilib, yamalgan, yo uchta mo'shani bitta qilingan mo'shina emas, eng qizig'i. O'litganlar mashinaga joy turgan bir e'tibor bering, sizlar uchun ko'rsatib ketaman. Mo'shani holatlari zo'r. Orqasida 100 ta temir gaz ham bor. Yurib turgan mo'shina. Bu mo'shina Farg'onaniki. Mo'sha Farg'onaniki bo'lgan bilan любой dokument bo'ladi. 100 ta temir gazi bor. Mashinamizning holatlari a'lo ekan. Mana ichiga kelgan bo'lsa, ichki hollar boshqalari ham zo'r ekanligi, akkuratni. Albatta bir musor odam bilmagan, o'ta akkuratni holatda toza yurgan ekan. Oynalar to'rttasi ham tushib chiqadigan. So'ng stramur ekan. Hadovoylari zo'r. Motor qismida mo'yamaydi. Hadovoyda ish yo'q. Pulini oxirini 2000 dollarga bersa ekan, so'ng stramur ekan. Bilasizlar, so'ng stramur ancha uzoq yuradi. Rasotda ham kam bo'ladi. Mashina bitta oldini ham bitta ko'ring ham hali. Super mashinamiz, mana so'ng stramur holatlari zo'r. Xullas mashina hech qanaqa ishi yo'q. O'lishga rad, bitta haydashga tayyor. Buni olib bemalol onlayn qilsangiz ham bo'ladi. 2000 ga 06 olgan bo'lamdingiz, 2000 ga Nexia 1 mi? Albatta fikringizni qoldiring. Anjolilar bormisizlar, bitta komment ko'rsatamiz. Bitta olaverdan bo'ladi. Yosifxo 2023-yilda ishlab chiqarilgan Damas Labo'yimiz bor ekan. Xalq uchun 5800 ga xursandmisiz? Bo'ladigan 5800 ga berdim sizlar uchun. Yosifxo podarka qildilar. Nechta bilasiz, narxni ko'chaga aytganim 6 ming deb turganlarni 5800 ga tushirdim. O'zi qadabroq aytganlar, tez ulgurib qo'yinglar, mashina zo'r, to'liq ma'lumotini beraman. Bu kishi bilan sizlar uchun baraka qilib qo'ydim. Xo'p, mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan Damas Labo, hammasini tayyor qilib qo'yishgan, to'rtta cho'g'li balon qo'yib qo'yishdi. Mashina holatlari zo'r, yurib turgan mashina. Orqasini ko'rsangiz, orqasiga qo'yib qo'yishgan, ichlarini tayyor tentopgan emas. Xohlagan ishingizni ishlab ketaver akasizlar. Ichini ham bitta yengil ko'radigan bo'lsa, mana ichlari ham mana ko'rdik. Chehollari boshqalari zo'r, oyoqdagi motorlar mana ko'ring. Motorlar o'chirmagan, hech qanaqa ish yo'q. Yurganiga qarang, 49 ming prebegda halol. Real holatda bu. O'rnatilgan gaz ulanma. Gaz o'rnatilgan, gaz ulanmagan ekan. Narxini oxiri tushirishgani 5800 dollarga tez ulgurib qo'ydim. Bundan kam yo'q. 2002-yil Damazirga 2021-yil kuzov ko'rsilgan mashina ajoyib. Boshliq mana buni ham skidka qildilar. 4800 dollarga tushirib qo'ydim. 2500 puli bor bilan variant qilib berishadi. Tez ulgurib qoling. Qo'qon yaxshi insonlar tez o'lib muomala qilsa bilan raqamlarni qoldirganman. Mashinamiz yili 2021-yildagi kuzov. Mashina holatlari yaxshi turibdi. To'rtta cho'li balon to'qib qo'yishgan. Mana Gruzovoskiy balondagi. Mashina orqa ko'rinishga bir yengil yuzlanasizlar. Orqalari ham mana ajoyib. Stil. O'zbek avtoga buni bo'ling, shunaqa qulay o'tkazmansiz. Ichiga men yuzmaydigan bo'lsa-ni, chexollari boshqalari ham mana zo'r. Barlarni qo'yib qo'yishgan. Yurgani 165 ming ekan. Yangi kuzovda yurganimi, o'zingizga gaplashasizlar. Mashina ishlari ham mana zo'r. Zadnimiz motor korobkada umuman ovozi yo'q. Olasizlar ishga tayyor. Mashinamizni naq hop 2,5 ming bilan olib ketsangiz bo'ladi. Ajoyib bir variantga. Kelishasizlar qancha oyligini. Naqd olaman deganlar 4800 dollarga o'tkazmani.